to'g'ridan to'g'ri Moskva yo'nalishi bo'yicha davlat tomonidan avtobus reyslarimiz qatnovi haftaning seshanba hamda juma kunlari soat 18:00 da jo'nab ketadi. Hozir ham ko'rishingiz mumkin. Bizda yo'lovchilarimiz sumkalarini joylashtirib qo'yishgan va avtobusga yo'lovchilarimiz chiqishgan. Uni esa yaqinroqdan, ichkariroqdan kuzatishingiz mumkin. Qani ketdik. Yuklarini ko'rishingiz mumkin. Har bitta yo'lovchimiz uchun 50 hamda 60 kilogrammgacha yuklarini o'zlari bilan birgalikda olib ketishlari mumkin. Mana ko'rishingiz mumkin. Ayni damda avtobusning ichiga chiqdik. Ya'ni yo'lovchilarimiz joylashib olishgan. Assalomu alaykum. Qayerga ketyapsiz? Moskvaga. Moskvaga bilet narxlarimiz qancha bo'lyapti? Qanchadan? 865 ming. Aha, sizga ma'qul keldimi? Ma'qul keldi. Shu avtobusga kelishga ham shu bilan keldik. Ha, tushunarli. Qarang, boshqalarga ham tavsiya qilasizmi? Muhimi qonuniymi? Qonuniy tavsiya qilamiz. 2 yildan beri shu avtobusdan foydalanamiz. Tushunarli, rahmat sizga. Sizga oq yo'l tilaymiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi, alhamdulillah, yaxshi. Biz Moskvaga. Moskvaga bilet narxini qanchadan xarid qilasiz? Narxi shu 865 mingdan arzon, qimmat emas. O'rtacha qulay. Mana 2 yildan beri mana shu birodarlarim bilan birga borib kelamiz. Ondan rozimisiz? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Odamlari yaxshi, ma'mulalari yaxshi hammalarini. Rahmat hammalarga. Yaxshi. Moskvaga, ha, biz ham 2 yil, 3 yildan beri mana shu reys nimani avtobusni qandaymiz. Boramiz, kelamiz. Hech bir nima yo'q. Chegaralarga ham hech problema bo'lmagan. Yo'q. Sog' bo'linglar, sizlar ishqilib, baraka topinglar. Qadrli yurtdoshlar, bizni kuzatishda davom eting. Yo'lovchilarimizning kayfiyatlari a'lo darajada. Kelib, muhimi o'zingiz ham bemalol biletlarni xarid qilishingiz mumkin. Ekranda qoldirilgan ishonch telefon raqamlariga bog'lanib, savollaringizga yetarlicha javob olishingiz mumkin. Xayr, salomat bo'ling.